Birinchi navbatda o'sha juda katta tajriba bo'ladi O'zbekiston futboli uchun ham. Biz qanaqa yutqazgan taqdirimizda ham bu narsadan O'zbekiston ko'p narsa yutdi deb o'ylayman. Lekin shunga qaramay albatta muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Shunaqa yirik hisobda mag'lubiyatga uchradik. Yana nima deyish mumkin? Keyingi o'yin oxiriga uchinchi o'yinimiz bor. Oxirgi shansimiz agar bugun rezultatga qarab albatta harakat qilamiz. Xudo xohlasa o'sha uchinchi o'yinda Jahon chempionatida birinchi g'alabamizni qo'lga kiritishga. Murabbiy o'yin avvalida rejani qanday qo'ygandi jamoaga? Endi albatta ko'proq to'pni nazorat qilish va yaxshiroq himoyalanish. Lekin ko'p bunaqa jamoalar bilan kichik xatolar ham katta rol o'ynaydi. Aynan shu xatolar evaziga o'ylash mag'lubiyatga uchradik, lekin g'alaba qozonishimiz uchun 100% kuch bilan o'ynash ham kamlik qiladi, chunki omading ham kelishi kerak. Albatta ular tepgan o'ylashimiz ham to'plar darvozamizga kirdi. Evaziga ham shunaqa katta. O'zbek xalqiga murojaat bormi sizni qo'llab? Biz bilan qo'llab turgan barcha muxlislarga rahmat aytamiz. Uzr so'raymiz bunaqa mag'lubiyat uchun va keyingi o'yinlarda ham qo'llab-quvvatlab turishlarini so'raymiz. Rahmat.